Har qanday sohada bo'lgani kabi kasb uyushmalari tizimida ham kadrlarning bilim va ko'nikmalarini muntazam oshirib borish davr talabidir. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa ularning huquqiy savodxonligini yuksaltirish, mehnat munosabatlaridagi o'zgarishlardan xabardor qilish hamda ishchilarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qilishda zamonaviy innovatsion usullarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish hisoblanadi. Shu sababli O'zbekiston kasb uyushmalari Federatsiyasining malaka oshirish instituti nodavlat ta'lim muassasasida navbatdagi o'quv seminari tashkil etildi. 5 kun davom etgan umumiy 40 soatlik mashg'ulotlarda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati xodimlari kasb uyushmasining boshlang'ich tashkilot raislari ishtirok etishdi. Boshlang'ich kasb uyushma tashkilotlari faoliyatini ustav talablari va me'yoriy hujjatlar asosida tashkil etish mavzusida bo'lib o'tgan seminarning ilk kunlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va xalqaro huquqiy amaliyot, OKMK xodimlari kasb uyushmasi faoliyatidagi amaldagi hujjatlarning mazmun mohiyati, O'zbekiston 2030 strategiyasining ustuvor yo'nalishlari va ularning ijrosi kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. O'quv dasturining keyingi bosqichlarida asosiy e'tibor bevosita amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalishlarga qaratildi. Xususan, boshlang'ich tashkilotlarda madaniy-ma'rifiy ishlarni samarali tashkil etish hamda bolalarni yozgi sog'lomlashtirish oromgohlarida dam oldirish bo'yicha yangi konsepsiya asosida olib boriladigan ishlar yuzasidan tavsiyalar berildi. Federatsiyaning mehnat inspeksiyasi faoliyati, xodimlarga xavfsiz mehnat sharoitini yaratish va texnik inspektorlarning bu boradagi roli tushuntirilib, kasb uyushmalari qoshidagi xotin-qizlar komissiyalarining ish faoliyatini jonlantirish, ayollarning ijtimoiy-huquqiy manfaatlarini himoya qilish, shuningdek jarayonlarda sun'iy intellekt va raqamlashtirishning roli borasidagi dolzarb vazifalar muhokama qilindi. Seminar mashg'ulotlarining eng muhim qismlaridan biri Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining 2026-2028 yillar uchun mo'ljallangan jamoa shartnomasi loyihasiga bag'ishlandi. O'quv kursi davomida qatnashchilar uchun O'zbekiston kasb uyushmalari tarixi muzeyi va islom sivilizatsiyasi markazlariga ekskursiyalar tashkil etildi. Xulosa qilib aytganda, interaktiv shaklda o'tgan ushbu darslar boshlang'ich tashkilot raislariga mehnat jamoalarida ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash va ishchi xodimlar huquqlarini himoya qilishda yangicha yondashuvlarni o'rganishlariga xizmat qildi.